Salom Vikariya obunachilari. Siz bilan oxirgi marta salomlashganimga ancha bo'ldi. Men BTSdan Viman. Uzoq vaqtdan keyin Parijga qaytish qanday tuyg'u? Men oxirgi marta Parijda bo'lganimga 2 yil bo'ldi. Qachon yana Parijga borishim mumkin bo'ladi? Menda birdan yana kruassan yeyish istagi paydo bo'ldi. Parijda juda ko'p ajoyib restoranlar bor va men Parij restoranlariga tezroq borsam, Parij ko'chalaridagi odamlarni ko'rsam, shu muhitni yana his qilsam deb o'yladim. Kruassan yedingizmi? Ha. Bugun men sizlarga ilk bor o'zimning qadrli narsalarimni ko'rsataman. Keling, boshladik. Men buni yaxshi ko'raman. Bu sumka Celine yangi bagaj sumkasi deb ataladi. Bu Michael Ryden tomonidan taqdim etilgan yangi sumka. Men buni tabassum sumkasi deb atayman. Unga qarash juda quvonchli. Menimcha bu juda yoqimli. Tabassum. Va mana bu brelokni men Celine Koreyadan olganman. Sizga sumkaga brelok taqish yoqadimi? Odatda taqmayman. Oldin mashina kaliti kabi narsalarni taqardim. Bu brelok shunchalik chiroyli ediki, taqishga majbur bo'ldim. Uni juda xohladim. Menga buni bersangiz bo'ladimi dedim va ular menga sovg'a qilishdi. Yana men sharflarni juda yaxshi ko'raman. Ularni Parijdagi birinchi kunimda taqa boshladim. O'sha paytda juda yoqimli edi, hayajonli edi va shundan beri sharf taqib kelaman. Sharf taqishdagi o'ziga xos usulingiz qanday? Bitta sharf bilan ko'plab obrazlar yaratish mumkin. Ko'pincha belimga bog'lab olaman yoki bo'ynimga taqaman. Aslida sumkalarga ham taqaman. Uni bosh ro'mol sifatida ham ishlatish mumkin. Juda ko'p usullari bor. Albatta mendan ham ko'proq usul biladigan odamlar bor. Ularni ko'rib o'rganaman va men ham bunday qilib ko'rishim kerak deb o'ylayman. Har doim yangi narsalarni sinab ko'radigan insonman. Har doim o'zingiz bilan olib yuradigan birinchi buyumingiz nima? Birinchi navbatda quloqchinlar. Men ularni mashq qilayotganda yoki shunchaki musiqa tinglamoqchi bo'lsam ishlataman. Mashinada Bluetooth karnayim bor, lekin ko'chada yurganda karnay olib yurishning iloji yo'q, to'g'rimi? Shuning uchun uyimdan chiqayotganda quloqchinlarimni olib yuraman. Ularni samolyotda ham musiqa tinglash uchun ishlataman. Ko'p hollarda ularni uxlayotganda kiyaman. Hozir qaysi qo'shiq miyangizda? Hozirgi paytda eng sevimlilarimdan biri bo'lgan Dijonning The Dress qo'shig'ini tavsiya qilaman. Uchish paytida nima tinglaysiz? Turtlesning Airplane qo'shig'i aynan shu payt uchun mukammal. Sport zalida ko'proq kuchga ega bo'lishni xohlaysizmi? Yana 5 kilogramm ko'tarish uchun mening maslahatim Hello operator. Ertalab uchun qaysi qo'shiq mos keladi? Kenji Yonezuning Lady qo'shig'ini tinglashni yoqtiraman. Yaqinda aktyor Park Hyun Sik ham bu qo'shiqni jonli ijro etdi. Armiylar sizni sog'ingan payt nima qilishlari kerak? Umid qilamanki, ular BTS qo'shiqlarini tinglab, meni mavjudligimni his qilishadi. Keyingi predmet nima? Keyingisi kamar. Bu mening ismimni bosh harfi va V brendidan. Men uyda mashq qilmasligim kerakligini angladim. Men buni chuqur his qildim. Sport zaliga borish yoki ochiq havoda mashq qilish yaxshiroqdir. Shunday qilib men to'liq mashq qila olaman. Buni tushunganimdan so'ng men mashg'ulotlarni xavfsizroq qilish uchun ba'zi jihozlarni sotib oldim. Sizda trening dasturi bormi? Ha, ilgari menda 3 kunlik dars bor edi. Endi esa 2 kunlik siklga o'tdim. Harbiy xizmat davomida men deyarli 1 kun qolmaganman va doimiy ravishda mashq qildim. Agar men 1 kunni o'tkazib yuborsam, haftada o'rtacha 6 marta mashq qilardim. Ammo bo'shatilganimdan keyin vaqtim kam bo'ldi. Shuning uchun bo'sh vaqtimda bo'lsa ham sog'lom va baquvvat bo'lish uchun mashq qilishda davom etaman. Siz qancha ko'tara olasiz? Men ishlayotgan murabbiylar juda kuchli yigitlar. Men ular bilan juda qizg'in mashq qilganim uchun vaznimni hisobga olgan holda men ko'tara oladigan og'irlikni juda og'ir deb hisoblash mumkin. Siz yaqinda baletni boshladingizmi? Yo'q, unday emas. Men faqat u yerda bo'lgan uskunadan foydalandim. Men faqat bir marta ajratishga harakat qildim, chunki men egiluvchan emasman. Yo'q, men balet bilan shug'ullanmayman. Keyingi predmet yeyiladigan narsa. Melatonin va ovqat hazm qilish uchun yordamchi moddalar. Muammo shundaki, men juda tez ovqatlanaman. Bu allaqachon odat bo'lib qolgan. Shoshqaloqlik bilan ovqatlanish. Men tez-tez ovqat hazm qilyapman.
Shuning uchun men tez-tez ovqat hazm qilish vositalarini qabul qilaman. Harbiy xizmat paytida ular soat 10 da chiroqlarni o'chirganda men juda yaxshi uxladim. Bo'shatilganimdan so'ng ko'proq erkinlik bilan men kechroq uxlay boshladim. Buning oldini olish uchun men melatonin qabul qilaman. Agar men yana armiyada bo'lsam va soat 10 da uxlashni aytsam, men osongina uxlab qolaman deb o'ylayman. Ammo endi fuqarolik hayotda uyqu shunchaki kelmaydi. Yaxshi uxlash uchun uxlash odatingiz bormi? Men ko'zlarimni yumishga va hech narsa haqida o'ylamaslikka harakat qilaman, lekin amalda fikrlar ichkariga kira boshlaydi. Menda ko'p narsa bor. Agar karkidon shoxi yuragingizni teshsa, nima bo'lishini o'ylab ko'rganmisiz? Men bu narsalar haqida o'ylayman. Nima bo'lardi? Bir soniyada o'lib ketamanmi? Yoki men 10 soniya davom etamanmi? Bularni o'ylab, men bunday fikrlardan qochish uchun melatonin qabul qilaman. Kecha nima haqida tush ko'rdingiz? Kecha juda ko'p ichdim, shuning uchun chaqaloq kabi uxladim. Keyingisi nima? Quyoshdan saqlaydigan ko'zoynak va selin atiri. To'g'risini aytsam, atirni tez-tez ishlatmayman. Faqat fotosessiyamiz borligi uchun olib keldim. Ko'zoynaklarga kelsak, men ularni juda ko'p ishlataman. Nega kamdan kam atir ishlatasiz? O'rta maktabda bo'lganimdan beri men har kuni tana losyonini qo'llayman va atirning hidi losyon bilan aralashib ketadi. Shuning uchun uni ishlatishdan qochaman. Sevimli hidingiz bormi? Men xushbo'y hidlarni yaxshi ko'raman. Ko'zoynakka kelsak, qaysi shaklni afzal ko'rasiz? Men yumaloq shakllarni afzal ko'rardim, lekin oxirgi paytlarda men burchakli ko'zoynaklarni kiyishga harakat qilaman. Sinab ko'rmoqchimisiz? Xohlaysizmi? Qanchalik kuchli? Juda kuchli? Ha, to'g'ri. So'nggi buyum bu mening iPadim. Eshakda qandaydir ma'no bormi? Chunki u menga o'xshaydi. Men juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarni ko'raman. Ovqatlanayotganda televizor oldida o'tirish noqulay bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun iPadni stolga qo'yaman. Netflix, Disney+, Coop Play yoki boshqa narsalarni ko'raman. Nimadir tavsiya qila olasizmi? Yaqinda protokol guruhidagi hamkasbim Breaking Bad'ni tavsiya qildi va men butun serialni qaytadan tomosha qilyapman. A'zolarning konsertlaridan taassurotlaringiz qanday? Birinchidan, ikki a'zoning konsertlari butunlay boshqacha va juda qiziqarli bo'ldi. Jinning Rocket spektaklini eslayman. Rostini aytsam, Hobbining konsertida men biroz yig'ladim. Men yolg'iz, jim yig'ladim. Jungkook bilan duet chog'ida tomog'imga nimadir tiqilib qolganini his qildim. Men buni yashirishga harakat qildim va konsertning qolgan qismini xotirjam tomosha qildim. 말을 안 하고 있었는데 정당당하게 봤습니다, 무대를. Aslida ko'p narsa qolmadi. Menimcha ba'zi armiylarni hafsalasi pir bo'lishi mumkin. 왜냐면은 Chunki boshqa hech narsa yo'q. 없습니다. Ular albatta bunday narsani yechib qo'y, sumkangizda nima borligini ko'rsating. 글 중에 이런 Qiziq, sumkangizda nima bor? 가방 안에 뭐 deb yozishgan. 이런 막 글들도 막 Bunday sharhlar juda ko'p edi va men 10 yildan ortiq vaqt davomida hech narsani ko'rsatmadim va endi hammasi bor. Do'stlar, rahmat. Bu 비었습니다. xayr. 안녕.